Men bugun o'zimga o'zim va'da berdim. Nima va'da berganimni bilishni istaysizmi? Videoni oxirigacha kuzating. Avvaliga o'zimni tanishtiraman. Men ismim Humoyun. Ismimni qiynalib aytishimning sababi hamma uchun Humoman. Bundan 9 yil oldin oilaviy sharoitimdan kelib chiqqan holda Moskva shahriga yo'l olganman. Rezinovaya tapchikada через Qozog'iston 3 kunda yetib borganman. Qiyinchiligimdan hech qachon afsuslanmayman, navarot xursandman va hech qachon qiynalgan kunimni birovga aytib berishdan uyalmayman. Chunki qiyinchilik erkak kishini mukammal qiladi, как temirday. Moskvaga bordim, rus tilini o'rgandim, o'zim ustimda ishladim, ko'plab maktablarda o'qiganman, chempionatlarga uchastvovat qilganman. O'zimga o'zim bugun va'da berdim. Hech qachon mediaga qiziqmagandim. Men dekabrdan shu akkauntni yuritishni boshladim, lekin har xil video qo'yayotgandim. Endi bugundan o'zimga o'zim va'da berdim. Inshaalloh har kuni ko'chadan bir kishini olib kirib, o'zbek bolani, qo'limdan kelgancha o'zbek bolani prям krasavchik qilib chiqarib beraman. Sizlardan iltimosim, mana shu videoga просто like bosib, kommentariy bosib, do'stingizga jo'natib, maksimalni podдержка qilib tursalaring, men qo'ldan kelgancha o'zimni ishimni sizlarga ko'rsataman. Prям realnida